Mirzo Ulug'bek tumani Voyinlik gospitalda joylashgan 1-2 sinfli yer maydoniga ega bo'lgan kompaktni Yevro uyimizni obzoriga keldik o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek biz уже ko'cha qismidamiz, ya'ni hovlisi yo'q bu uyimizni, orqa hovlisi bor, kichkinagina zakrytый garaji mavjud. Shunaqa zeleniy zonalar va besetka qilib qo'yishgan. Asosiy kirishimiz bo'lsa to'g'rida. Uyimizni umumiy qavatli soni 3 tani, umumiy kvadraturasi bo'lsa 250 kvadraturani tashkil qiladi. Uy ichiga kirib obzorni davom ettiramiz va sizlar uchun yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Bu uyimizni qulaylik tomonlari shundaki, umumiy xonalar soni 7 ta bo'lib, pod ofis uchun ham juda ham ideal variant hisoblanadi. Yo'lli yuziga yaqin, ko'chasi juda ham keng, mashina o'tib chiqishlari bemalol. Shuning uchun video davomida ham obzorni qilib berib, tushuntirib o'taman. Ko'rsatayotgan variantim pod ofis uchun ham juda ham ideal variant hisoblanadi o'rtoqlar. Video davomida aytib o'tdim, 250 kvadraturadan tashkil topadi. Bu asosiy kirish qismimiz. Mashina uchun joy zakrytый garajda belgilangan. Kirganingizda to'g'rida shunaqa hol va oshxonaga ko'zinglar tushadi. Oshxona orqali bo'lsa zalga o'tishinglar mumkin. Zal uchun ikkita kirish eshigi mavjud. Oshxona orqali va mana bu yoqda yana bitta kirish eshigimiz mavjud. Birinchi qavatda bitta yotoqxona, yuvinish xonasi bilan qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz va albatta podvalimiz mavjud, to'liq podval. Orqasida bo'lsa, orqa hovlimiz mavjud. Shunaqa kichkinagina bu yoqni xohlasanglar besetka qo'yib, zona отдыха qilib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar letniy kuxnya qilsanglar ham bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqib obzorimizni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik azizlar. Chiqqaningizda chap qo'limizda birinchi yotoqxonamiz. Undan keyin bo'lsa to'g'rida bu xonani xohlasanglar yotoqxona, xohlasanglar mehmonxona sifatida ham ishlatishinglar mumkin. Undan keyin dal yurganimizda to'g'rida ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan yuvinish xonamiz mavjud. Uni yonida bo'lsa yana bitta yotoqxonamiz, eng oxirgi yotoqxona hisoblanadi ikkinchi qavatdagi va albatta ikkinchi yuvinish xonamiz. Umumiy hisobda bu yerda 3 ta xona, 2 ta yuvinish xonasi mavjud. Aytib o'tganimdek, podvalimiz ham to'liq podvalni tashkil qiladi. Video davomida ko'rib o'tsanglar bo'ladi. 2 ta xonamiz, bitta zakrytый garajimiz va kotelnimiz joylashgan u yerda ham.